Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilari. Yaxshimisizlar? Bugun juda ham anchadan beri kutib yurgan edim. Jaydari o'sha dalada o'sib yetishtirilgan jo'xorini yeyishni bozorlarda shu bahor kelishi bilan qidiraman-da, men yegim keladi. Xudoga shukr, mana hozir iyul oylaridan уже sotuvga chiqibdi, pishirib yeymiz. Nima dedim? Ampaki emasda, xullas o'sha ism kelmadi gapim. Shunaqa mazasi zo'r bo'ladi. Maza qilib yeysizda. Nasıl jo'xor. Qishda ham yegim kelib qoladi mana shu imенно mana shu jaydarisini. Kech-kuzgacha sotiladi. Jo'xori rosa ayniqsa organikka kiradi. Shu jaydari degani bu organik degani, ya'ni o'sha tabiiy yerda o'stirilgani deganida. Uni qishda ham sotiladigani u gollandskiy, uni bilmayman uni qanaqa yetishtiriladi, lekin gollandskiy deyiladi. Uni mazasi boshqacha. Lekin buni mazasi boshqacha, organik, tabiiy. O'z kaloriyaga boy, shunaqa qorinni to'q tutadi. Kech-kuzgacha sotiladi. Keyin men ham zapravka qilib olaman. Keyingi yilgacha shtobi shuni kuchi bilan yurishi uchun zapravka qilib olaman. Kech-kuzgacha. Kech-kuzda ham qidirib imkoni bo'lib qolsa olib yeb olaman, maza qilib. Kelinglar.